بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال الفتنة أشد من القتل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Fitna qatldan yomonroqdir degan Alloh taologa hamd va sanolarimiz. Tezda sizlarning ishlaringizda fitna bo'ladi. Mana shunday paytda o'tirgan kishi yurgan kishidan ko'ra yaxshiroqdir degan payg'ambar alayhissalomga durud va salovatlar va u zotga yaxshilik bilan ergashgan barcha mo'min musulmonlarga Alloh taoloning rahmati va mag'firati bo'lsin. Inshaalloh bugungi suhbatimiz fitna fasoddan saqlanaylik mavzusida bo'ladi. Dinimizda jamiyatdagi insof, diyonat, o'zaro totuvlik, birdamlik kabi xislatlar qadrlanadi. Chunki tinchlik, totuvlik bo'lgan joyda jamiyat rivojlanadi, gullab yashaydi. Odamlar orasida fitna chiqarishlik, ularni ixtilofga solishlik, bir-biriga qarshi g'ij-g'ij qilishlik, ularni to'g'ri yo'ldan adashtirishlik bu juda ham katta gunoh va bu qoralanadi. Tinchlik, farovonlik, shu taraqqiyotni bosh mezoni deb bilgan har qanday davlat, u musulmon davlat bo'lsin yoki musulmon bo'lmagan davlat bo'lsin, fitnani shu jamiyatga aralashishlikka qarshilik qiladi. Chunki biz o'zimiz boshimizdan o'tkazdik, dushman qayerni bir bo'lib olmoqchi bo'lsa, qayerni boyliklariga egalik qilmoqchi bo'lsa, albatta o'sha joylarga fitnani urug'larini sochadi, orada janjal chiqaradi, shu bilan mana shu joylarni o'zini tasarrufiga o'tkazib oladi. Buni biz sobiq sho'rolar chorrasiyasi davrida boshimizdan o'tkazdik. Endi aynan mana shunday narsalar islom kelguncha ham davom etgan. Va islom kelganda toinki o'sha davrgacha davom etgan Avs va Hazraj qabilalar o'rtasidagi dushmanlik payg'ambar alayhissalomni sharofatlari bilan, payg'ambar alayhissalomni ko'rsatmalariga amal qilishlik natijasida do'stlikka aylangan. Islom kelgandan keyin birodar bo'lgan Avs bilan Hazraj, ya'ni Madinadagi Avs bilan Hazraj qabilalari do'stliklarini ko'ra olmagan bir yahudiy bularning orasiga fitna solishlikka harakat qiladi. Shunda ularda Buos kunini eslatadi. Buos kuni degani o'sha ikkita qabila orasida qattiq jang bo'lgan kun edi. Shunda ikki tomondan ham bir qancha odamlar vafot qiladi. Va mana shu kunni eslab odamlar mana shu kunda qilingan qahramonliklari, bo'lib o'tgan voqealarni gapirib turishadi-da, o'zaro nimaga borishadi? Nizoga, urushga borib qolishadi. Va ikki tomonga bo'linib, musulmon bo'lgan qavmlar ikkiga bo'linadi-da, yana oldingi qabiladagi holatlarni eslab, bir-biri bilan urush qilishga tayyor holatga kelishadi. Bu narsa payg'ambar alayhissalomga yetib kelgandan keyin payg'ambar alayhissalom ular to'planib turgan joyga keladilar-da, aytadilar-ki: "Ey musulmonlar jamoasi, Allohdan qo'rsanglar bo'lmaydimi? Men hali orangizda bo'lib turib, sizlar johiliyat chaqiriqlariga chorlaysizlarmi? Ha? Sizlarga yarashmaydigan, endi unutilib, do'st bo'lganlaringdan keyin yana shu oldingi narsalarni urush janjalni qilmayapsizlarmi? Alloh sizlarni islomga hidoyatlab qo'ygandan keyin, u bilan sizlarni mukarram qilgandan keyin, u sababli sizlardan barcha johiliyat ishlarini uzib tashlagandan keyin, u sababli sizlarni kufrdan qutqarib, dillaringizni bir-birlaringizga oshno qilgandan so'ng ham shunday qilasizlarmi?" deb ularga nasihat qilindi. Ana shundan keyin qavm o'ziga keladi. O'ziga kelib, fitnaga aldanib qolganliklarini ko'radilar-da, bir-birlaridan kechirim so'rab, bir-birlari bilan quchoqlashib, yana oldingiday birodarlikka aylanadi. Xuddi shunday fitna mana shunaqa narsa. Men musulmonman, men yaqin do'stman, men aka-ukaman yoki men tug'ishganman degan narsalar fitnani oldida ba'zan dosh bera olmaydi. Hattoki
oddiygina oilada uchrab turgan fitna otani boladan ajratib yuboradi. Mana Ulug'bek bilan o'g'lini qaranglar. Mana shu fitnalar ortida nima bo'ldi? Farzand o'zini otasini qatl qilishlikka olib keldi. Agar shu o'zi qilmagan bo'lsa ham, uni tarafdorlari tomonidan shu narsa amalga oshirildi. Mana orada yillar o'tsa ham bu narsa zarbul masal bo'lib, kimda-kim farzandiga oqpadar bo'lgan kishini ko'rsatmoqchi bo'lsa, shularni misol qiladigan darajaga kelib qoldi. Endi fitnaning so'zi nima? Fitna bu arabcha so'z bo'lib, sinash, imtihon qilishlik, haq yo'ldan to'sishlik, kufr keltirish, botilni haq qilib ko'rsatishlik, zalolatga ketkazishlik, odamlarni qatl qilish va asir olishlik ma'nolarini bildiradi. Alloh taolo bandalarni fitnaga solishi, ularni sinashi, imtihon qilishi bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo bandalarni yaratdi. Ularga hayvonlarga bermagan aqlni berdi, farishtalarga bermagan nafs havoni berdi va ularni mana shu yer yuzida o'zini xalifasi bo'lishlikka rozi bo'ldi. Allohning xalifasini bu dunyodagi vazifasi mana shu yer yuzini adolat bilan obod qilishlik edi. Bu vazifani Alloh taolo tog'larga, hayvonlarga yoki boshqa jamoatlarga bermadi, balki faqat insonni o'zini o'rinbosari bo'lishlikka loyiq ko'rdi. Bu nihoyatda katta sharaf. Shu narsalarni bergandan keyin ularni albatta imtihon qiladi. Ya'ni ularni sinaydi. Shu sinovlardan o'tganlar uchun buni muqobilida bundan-da katta ne'matlarini, ya'ni jannat bog'larini Alloh taolo tayyorlab qo'ydi. Allohning fitnasi degani Alloh bandalarini turli xil yo'llar bilan iymonlarini, e'tiqodlarini, sabrlarini, muomalalarini nima qilishlik, sinashlikni tushunadi. Mo'min kishilar esa o'zlarining farzandlari bilan, mol-davlatlari bilan va ularga berilgan boshqa narsalar sababli fitnaga tushadilar, ya'ni imtihon qilinadi. Endi kofirlarning fitnasi qanday bo'ladi? Kofirlarning fitnasi musulmonlarga nisbatan ularni to'g'ri yo'ldan qaytarishlik, ularni to'g'ri yo'ldan ozdirishlik, o'zlarini shaytoniy, nafsoniy yo'llariga ergashtirishlik bilan bo'ladi. Kimda-kim shunga labbay deydigan bo'lsa, u o'sha imtihondan o'ta olmagan. Kimda-kim mana shundan go'zal tarzda o'tadigan bo'lsa, ya'ni Allohning yo'lini tanlaydigan bo'lsa, bu odam imtihondan yaxshi o'tgan deb aytiladi. Fitnani umumiy tushunchasi, fitnani umumiy ma'nosi mana shundan iborat. Chunki fitna sababli Alloh taolo nima deyapti? Al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Albatta fitna qatldan yomonroqdir deyapti. Al-fitnatu akbaru min al-qatl. Baqara surasi. Fitna qatldan ko'ra kattaroqdir, yomonroqdir deyapti. Chunki bir kishi agar o'ldirilsa, bitta odam o'ldirilgan bo'ladi. Ammo fitna sababli esa minglab odamlarning yostig'i qurishligi, qancha odamlarga musibatlar yetishligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham fitna nihoyatda katta gunoh, nihoyatda xatarli bo'lgan narsa. Ibn Daqiq al-Aid aytadilarki, tiriklik fitnasi odam hayot chog'ida unga duch keladigan dunyo xohi-havaslari. Ya'ni dunyodagi xohi-havaslar, kattaroq mashina olaman, 2 etaj uy quraman, falon qilaman, pisnodon qilaman deb xohi-havaslarning orqasidan yurishlik bu dunyodagi fitna bo'ladi. Turli shahvatlar va johiliy ishlar. O'zimizda ham mana shunday bir xohi-havasning orqasidan quvishlik nihoyatda ommalashib ketdi. Biz o'zimizcha o'ylashimiz mumkin, biz buni qilmayapmiz-ku, yo'q, qilyapmiz. Bundan 40 yil oldin, 30 yil oldin misol uchun sovg'alarni olib boradigan idishlar, sovg'alarni olib boradigan mashinalar yo'q edi. Hozir kelin-kuyovning narsalarini solinadigan alohida bir idishlar chiqdi. Ustiga nomlari yozilgan lentalar, endi hozir u ham yetmaganidek sandiqlar chiqdi, u ham kamlik qilganidek bularni ortib yuradigan mashinalar chiqdi.
to'rt tomoni oynali, bezatilgan, ustida ikkita uzugini rasmi bor, shakli bor. Mana shunday pulga shu narsalarni olib kelib, yana olib borib qo'yadi. Falon pul turadi mana shular. Agar bir joyda qo'shni och holatda, bunisi esa to'q holatda o'tadigan bo'lsa, uxlaydigan bo'lsa, mana shu odamning iymoni komil bo'lmaydi. Chunki qo'shnisi och holatda, o'zi to'q holatda uxlashga rozi bo'lgan insonni iymoni komil emas. Ammo mana shunga ketadigan pullarni biz qancha yaxshi ishlarga sarf qilsak bo'ladi. Shuning uchun ham Ibn Daqiq al-Aid aytadilarki, bu dunyodagi fitna xohi-havaslarga ergashishlik, turli shahvatlar va johiliy ishlarning orqasidan ergashib yurishlik, ishlarning xotimasi o'lim paytidagi fitna yana ham qattiqroq bo'ladi dedilar. Chunki o'lim paytida shaytonning eng oxirgi imkoni bo'ladi bizni iymonimizga hujum qiladigan. Hattoki shunda aytiladiki, kishi chanqab tomog'i qurib qolganda shayton bir zilol suvni ko'rsatar ekanda qadoqda, sen iymoningdan qaytsang, meni Xudo desang yoki Xudoga shirk keltirsang, mana shu suvni beraman, chanqog'ing bosiladi der ekan. Nima uchun o'lim to'shagida yotgan kishilarga biz nima qilamiz? Taxta bilan og'ziga suv tomizib turamiz. Mana shu fitnalarga tushib qolmasligi, chanqog'i bosilishligi uchun mana shunday narsalar turiladi. Va kalima talqin qilishlikka tavsiya qilinadi. Endi shartli ravishda fitnalarni bir qancha turlarga bo'lsa bo'ladi. Ulardan bittasi, birinchisi diniy fitna qo'zg'ash. Diniy fitna nima degani? Bu diniy fitna dinlar va mazhablar orasida, musulmon va boshqa din vakillari orasida, sunniylar yoki shiyalar orasida bir-birini gijduslashlik yoki ahli sunnani to'rt mazhabini bir-biriga qarshi qo'yishlik va mazhabsizlikni targ'ib qilishlik bu eng katta fitna bo'ladi. Bizning yurtlarimizda diniy fitnani eng ko'p tarqalgan ko'rinishi bu mazhabsizlikka da'vatdir. Ya'ni ularning da'volari biz Abu Hanifadan olishlikka majbur emasmiz, Imom Shofiydan olishga majbur emasmiz, Imom Ahmaddan yoki Imom Malikdan emas, balki ular oladigan joydan olsak bizga kifoya degan da'voni ko'tarib chiqyapti. Ular Qur'on va sunnatdan olishgan. Biz ham Qur'on va sunnatdan olsak to'g'ri ish qilgan bo'lamiz degan da'voni ko'tarib chiqyapti. Aslida bu to'g'ri da'vo. Bir qaraganda. Lekin yaxshilab sinchiklab qarasangiz bu noto'g'ri da'vo bo'ladi. Xo'p, unda Abu Hanifa qayerdan olgan ekan? Agar sunnatdan olmagan bo'lsa, Qur'ondan olmagan bo'lsa, ular qayerdan olgan ekan? Nima uchun 1000 yillardan beri biror bir ahli ilmlar, olim bo'lgan kishilar, haqiqiy olim bo'lgan kishilar ularni yo'llarini inkor qilmayapti-da, ularga sallamna deb ikkita qo'lini ko'tarib taslim bo'lyapti. Biz sizlar chizib ketgan, sizlar belgilab bergan yo'ldan yaxshirog'ini topa olmadik va mana shu yo'ldan yurishlikka biz rozimiz deb unga ittibo, ya'ni ergashganlar. Nima uchun? Chunki bular o'sha yo'lni to'g'ri ekanligini bilganliklari uchun shunday deydi. Endi hozirgi kunda biz Qur'ondan, hadisdan hukm chiqaramiz deydigan kishilar agar Abu Hanifa rahmatullohi alayhni ilmlaridagi nasibalari bo'lsa, shu darajadagi ilmlari bo'lsa, marhamat, unga hech kim qarshilik qilmaydi. Chunki bir odam haqiqatda mujtahid bo'lishligi uchun uning shartlari bor. Mutlaq mujtahid bo'lishligi uchun unga qanday bir masala aytilmasin, shu masalani javobini Qur'on va sunnatdan yoki qiyos va ijmodan bilgan bo'lishligi kerak. Shuni masalani javobini topishlikka ilmi, iqtidori, salohiyati yetgan bo'lishi kerak. Agar bir dona masalani bilmay qolsa ham bu mutlaq mujtahid bo'lmaydi. Hatto mutlaq mujtahidlarimiz voqelikda bo'lib turgan masaladan tashqari hali yuz bermagan masalalarni ham javoblarini aytib ketishgan. Bu masalalarning soni 1 millionta bo'lishi mumkin,
2 millionta, 10 millionta bo'lishi mumkin. Hammasiga javob berishgan. Hammasini aslini ko'rsangiz, uni tagida Qur'on va sunnat turgan bo'ladi. Soddaroq tushuntiradigan bo'lsak, mana bizda eng yuqori tok kuchlanishi simyog'ochlarimizda kelgan. 3 ta tok keladi. 10 ming kuchlanishda 3 ta tok kelib, transformatorga tushadida, undan keyin bizga nima? Kichkina bo'lib 220 qilib chiqarib berishadi. Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Ahmad, bu kishilar, Imom Shofiy rahmatullohi alayh, bular mana shu katta kuchlanishni bizga o'zimiz ishlata oladigan holatda maydalab, tushuntirib, oson qilib chiqarib bergan. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, o'sha transformatorlarning vazifasini bajaradigan ulamolar sanaladi. Endi oddiy odam chiqsa-da, yo ular olgan joydan olaman deb stalbaga chiqib, shuni ushlaydigan bo'lsa, o'zi ham halok bo'ladi, orqada simni ushlab turganlar ham halok bo'ladi. Chunki bir masalani bilishlik uchun shu masalaga doir bo'lgan barcha oyatlar, shu masalaga doir bo'lgan barcha hadislar, shu masalaga doir bo'lgan nosix va mansuxlar va shu masalaga doir bo'lgan barcha narsani jamlab, undan keyin bir hukm chiqadi. Agar shunga layoqat bo'lsa, bemalol u odam o'zi hukm qolaversin. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu kishini mujtahid olimlardan deydilar. Lekin mana shunday zot ham o'zlaridan keyin bir mazhabni joriy qilmadilar, odamlarga ergashish uchun. Balki o'zlari bilganlaricha amal qildilar xolos. Hatto kitoblarda aytiladiki, boshida Imom Buxoriy hazratlari Hanafiy mazhabida bo'lganlar, keyin Shofiy mazhabida bo'lganlar. Keyinchalik o'zlari ijtihod darajasiga yetganlaridan keyin o'zlari alohida bir ijtihod qilganlar, lekin o'zlaridan keyin bu mazhabni tutishlikka bir yo'l qilmaganlar deydi. Ana endi Imom Buxoriy o'zlari aytadilar, men 100 ming sahih, 200 ming sahih bo'lmagan hadislarni yod oldim va bundan tashqari yana 300 ming hadisni to'pladim. Jami 600 ming hadisni to'plaganlar. 600 ming matnni ortida 3 tadan 9 tagacha bo'lgan roviy bor. 3 ga ko'paytiring qancha bo'ladi? Mana shu roviylarni har birini ahvolini rostgo'ymi, rostgo'y emasmi, zehni kuchlimi yoki zehni pastmi, bundan hadis olsa bo'ladimi, bo'lmaydimi, qaysi shaharda yashagan, qaysi shaharga borgan, kim bilan uchrashgan, hamma ma'lumotni Imom Buxoriy yodida saqlay olgan. Shunaqangi odam bo'lsa, marhamat, bemalol o'zlari bir yo'l tutib, ammo birovlarga bu odam maslahat bera olmaydi. O'zlari amal qilsa bo'ladi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi darajalari esa ulardan balandroq bo'ladi. Shuning uchun bugungi kunda mazhabga tosh otadigan yoki internetdan nimanidir ko'rib olib, domlalarga tosh otadigan kishilar ehtiyot bo'lsinlar. Ya'ni diniy fitna deganda bugungi kunda eng ko'zga ko'ringani mazhabsizlikka nima qilishlik, targ'ib qilishlik bo'ladi. Mazhablar biz oddiy musulmonlar uchun Qur'on va sunnatga asoslangan, osonlashtirilgan qo'llanma. Xuddi bu toqqa chiqadigan odam alpinistni yoki dengizga chiqadigan odam dengizchini maslahatiga, uni xaritalariga murojaat qilganga o'xshaydi. Bir kishi 50 kishini mas'ul bo'lib toqqa olib chiqyapti. Yoki dengizga bir qayiqqa mindirdi, men boshman shularni nari qirg'oqqa o'tkazaman deb olib ketyapti. Shu odam albatta kimdandir maslahat so'raydi. To'lqin bo'lib qolsa nima qilaman deydi. Qaysi tomonga qarab yuray deydi. Hamma maslahatlarni oladi. Kech bo'lib qolsa nima qilay deydi. Kech bo'lgandan keyin hech narsa ko'rinmaydi. Qaysi yulduzga qarab yuraman deydi. Bularning maslahatini oladi. Hozirda yo biz shular qilganday qilamiz deydigan odamlar hech bir maslahatsiz ortida ergashganlarning mas'uliyatini bo'yniga olib dengizga chiqib ketgan ahmoqqa o'xshaydi. Shuning uchun musulmon odam bu narsadan ehtiyot bo'lishi kerak. Ayniqsa hozirgi kundagi qoni qiziq bo'lgan yoshlarimiz ehtiyot bo'lsin. Bir bolani bilaman,
o'zi Amerikaga ishlashga ketgan, katta mashina haydaydi adashmasam. Katta mashina haydaydi. Namozini bilmadim, farzini to'liq biladi yoki bilmaydi. Namozini o'qiydi lekin bilishimcha. Undan boshqa narsani bilmaydi xolos. Qur'on o'qishni ham bilmaydi. Shu kelib men bilan tortishyapti. Falon to'g'ri, xonadon noto'g'ri deb. Qo'pol bo'lsa ham men harfni boshlab o'qiganimda u bola hali tug'ilmagan edi. Mana shu bola tortishyapti. "O, baraka topgur, sen o'zingning ishingni qilgin. Savoling bo'lsa so'ragin. Bu narsalarga aralashmagin. Adashib ketasan" deganimizga qaramasdan mana shu holatda davom etdi va oxir-oqibatda mana shu yo'lida adashmasam hali ham yuribdi. Bunga o'xshash yoshlarimiz juda ham ko'p deb aytmaymiz, har holda bor. Mana shular ehtiyot bo'lsin. Abu Idris al-Qawlani Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, jahannam darvozasiga da'vat qiluvchilar paydo bo'ladi. Kimki ularning da'vatiga javob qilsa, uni jahannam qa'riga uloqtiradi dedilar. Do'zaxga chaqiradigan qavmlar chiqadi dedilar. Kim ularga labbay desa, ular do'zaxga tushadi. Shunda sahobalar Huzayfa ibn Yamoni aytadilarki, shunda men so'radimki, ya Rasululloh, o'sha kishilar kim ekanligini bizga tavsiflab bering, bizga ayting deganda, payg'ambar alayhissalom aytdilarki, ular o'zimizni urug'dan bo'ladi. Shunda men so'radimki, agar men o'sha davrda hayot bo'lsam, nima qilishga buyurasiz? Hozirda yo'q. Endi chiqadi deyapsiz. O'sha paytda mabodo hayot bo'lsam, menga nima buyurasiz? Nima qilayin dedi. Shunda payg'ambar alayhissalom aytdilarki, musulmonlar jamoasidan ayrilmagin. Ularni imomlariga ergashgin dedilar. Musulmonlar jamoasi va ularning imomlari bilan birga bo'lgin dedilar. Imom deb kimni aytamiz? Hozir imom deganda bir masjidni imomini aytish mumkin, lekin aslida imom degani insonlar hech bir ixtilofsiz ularni imomligi haqida ittifoq qilgan kishilarni imom deyiladi. Ya'ni imom Abu Hanifa deymiz, imom Malik deymiz, imom Shofiy deymiz, imom Buxoriy deymiz, imom Termiziy deymiz, imom Maturidi deymiz. Butun ummat ularni imom deydi. Jamoat kim desa, jamoat shularga ergashgan kishilar. Sawadul a'zam deydi, alaykum bisawadil a'zam. O'zlaringizga katta qorani lozim tutinglar deydi. Katta qora degani katta jamoat. Ya'ni musulmonlar 2 milliard bo'ladigan bo'lsa, shularning ichida eng katta guruhni kim tashkil qiladi desa, ahli sunna val jamoat tashkil qiladi. Ya'ni 4 ta fiqhiy mazhab, 2 ta e'tiqodiy mazhabga ergashadigan kishilar eng katta qismni tashkil qiladi. Ammo soxta salafiylar yoki shiyalar yoki undan boshqa firqalar bular ozchilikni tashkil qiladi. Payg'ambar alayhissalom ochiq oydin aytibdilar. Musulmonlarning imomi va ularning jamoasini lozim tuting deyapti. Men aytdimki, basharti o'sha zamonda na musulmonlar jamoasi, na imomlar bo'lmasa-chi dedim. Shunda payg'ambar alayhissalom aytdilarki, garchi daraxt tomirini kemirib, kun ko'rishingga to'g'ri kelsa ham, seni sabr qilishga da'vat qiluvchi Allohning qalbingga mahkam tugib olganda, o'lguningcha o'sha zamon fitnalardan yiroq bo'lgin dedilar. Imom Buxoriyning rivoyatlari. Agar hech qanaqa ergashadigan odam topmasang, unda sabr bo'lgin, sabrli bo'lgin. Chunki fitnalar shu darajada yomg'irday yog'adiki, uncha odam unga dosh bera olmaydi. Hattoki barg yeb bo'lsa ham uyingdan chiqmagin, barg yeb bo'lsa-da sabr qilgin, toinki seni ajaling kelib seni olib ketgunicha. Ana shunda najot topasan dedi. Chunki ana shu paytda jahannamga chaqiradigan kishilarning da'vatiga kimdir labbay deb qo'ysa, Alloh taolo uni halok qiladi. Chunki fitna shunaqa narsaki, 3 ta hayotligida jannat bashorati berilgan 3 ta xalifani, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Ali radhiyallohu anhuni o'ldirilishliklariga ham mana shu fitna sabab bo'lgan. Hazrati Usmon radhiyallohu anhuni vafotlari islomdagi fitnatul kubro deb aytiladi. Eng katta fitna deyiladi. Hazrati Usmon radhiyallohu anhuni o'ldirishga kelganlarida
Hazrat Usmon aytadilar radhiyallohu anhu, Qur'on o'qib o'tirgan 83 yoshdagi keksa kishi bo'ladilar. Qo'llarini chopib tashlamoqchi bo'lganda aytadilarki, bu qo'llar bilan men mushaf yozganman, Allohning kitobini yozganman. Bay'atul Rizvonda 1400 kishi qatnashgan Rizvon bay'atida mana shu kishilarning hammalaridan Alloh taolo rozi bo'lgan. Qur'onda buni xabarini aytgan. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu elchi bo'lib Makka mushriklari tomoniga ketgan bo'ladilar. U kishi u yerda ushlanib qolganlaridan keyin mabodo urush bo'lishligi muqarrar bo'lib qoldimikan deb bu yerda bay'at qilinadi. Alloh taolo shu bay'atdagilardan rozi bo'ladi. Hazrat Usmon kelmaganliklari uchun payg'ambar alayhissalom qo'llariga qo'yib, mana bu Usmon uchun bay'at deb qo'llarini qisadilar. Mana shunday zotni o'ldirishadi. U kishi aytadilar, men payg'ambar alayhissalom jannat xabarini bergan kishi bo'laman. Qo'llarim bilan mushafni yozgan kishi bo'laman. Payg'ambar alayhissalom bir emas ikkita qizlarni menga ishonib topshirganlar deganlariga qaramasdan ko'kslariga qilichni tiqib o'ldirishdi. Bunga ham fitna sabab bo'ladi. Musulmonlar Qur'on maxluq, Hazrati Ali, Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumodan afzal degan so'z bilan imtihon qilindilar. Ya'ni fitnalandilar. Mana shuni ortidan hattoki Imom Ahmad singari ulug' olimlar zindonga tashlanishdi. Har kuni kaltaklanishdi. Qur'onni maxluq deysan deb. Bu ham fitnaning mevalari edi. Fitna sababli musulmonlarning shavkati ketib, ojiz bo'lib qolmadimi? Nuqul musulmonlar bir-birini orqasidan kavlab, bir-birini yomon ko'rish ortidan musulmonlar zaiflashib qolmadimi? Natija nima bo'ldi bugun? Natija bir vaqtlar islom quvvatli bo'lgan paytda, Amir Temur bobomiz dunyoni larzaga keltirgan paytda Yevropaning hukmdorlari Amir Temurning huzuriga kirishlik uchun tashqarida qabulxonada tiz cho'kib o'tirgan paytda nima bo'lgan edi? Bizni ota-bobolarimiz butun dunyoni titratib turgan edi. U paytda ilm bor edi, u paytda islom bor edi, u paytda ta'lim bor edi, u paytda tarbiya bor edi. Ammo fitnalar bizning ichimizga shu darajada arilib ketdiki, bugun nima bo'lyapti? Bugun uni aksi bo'lyapti. Endi mana shunday jannat makon, tinch, osoyishta, masjidlarimiz to'lib ibodat qiladigan, hajlarga bemalol boradigan yurtimizda ham mana shunday fitna urug'lari sekin-sekin nima qilyapti? Kirib kelyapti. Har qanday hayosizliklar, men bilan ishing bo'lmasin deyishliklar, Yevropani o'ziga mos bo'lgan, o'ziga xos bo'lgan tarbiyalari sekin astalik bilan televideniya orqali, matbuot orqali, internet orqali bizni hayotimizga kirib kelyapti. Alloh taolo mu'min bandalarning ichida fahsh tarqalishligini yomon ko'radi. Estaizu billah, innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallohu ya'lamu wa antum la ta'lamun deydi. Albatta iymon keltirganlar ichida fohisha tarqalishini yaxshi ko'radiganlar, bu dunyo va oxiratda alamli azob bordir tarqatadiganlarga. Alloh biladi, sizlar bilmassizlar deyapti. Mana shu narsalarning barchasi biz hozirda o'qib o'tgan jahannam darvozasiga da'vat qiluvchilarning da'vatlari bo'ladi. Fitnaning yomon tomoni shuki, uni asl mohiyatini hech kim anglamaydi. Ko'rinishda juda chiroyli bo'lishligi mumkin. Xuddiki boynagiga o'xshaydi. Biz mujtahid imomlarimiz olgan joydan olamiz, ya'ni hadisdan olamiz, Qur'ondan olamiz. Chiroyli gap, to'ppa-to'g'ri gap. Lekin aslida u yerdan olishlik layoqat senda bormi degan savolni berishmaydi. Agar senda o'sha layoqat bo'lsa olasanda, bo'lmasa qaydan olasan? Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, "Vallazi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatil fima qatala." Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bu dunyo toki qotil nima uchun o'ldirayotganini, valal maqtul fima qutila, maqtul nima uchun o'ldirilayotganligini bilmagunicha yo'q bo'lmaydi dedilar. Toyinki shunday kun keladiki, o'ldirayotgan odam nima uchun o'ldirayotganini bilmaydi.
O'layotgan odam qaysi gunoh uchun o'lib ketayotganini ham bilmaydi. Bu hozirgi kunimizdagi genotsidni tushunsak bo'ladi. Chunki yuqoridan bombani tashlaydigan odam pastdagilarni hech kim tanimaydi. Uni arpasini xom o'rgani yo'q. O'ladigan odamlar ham o'lishni ham bilmaydi. Nima uchun o'layotganini ham bilmaydi. Bomba shunday tushadi, portlab yo'qolib ketadi. Bu narsalar qiyomatning alomatlaridan. Biz fe'limiz bilan qiyomatni yaqinlashtiryapmiz. Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Men va qiyomat mana shundaymiz" dedilar. Juda ham yaqinmiz dedilar. Xuddiki to'lg'oq kutayotgan ayol yoki tuya qanday tug'ishligiga yaqin bo'lsa, qiyomatning tug'ishligi mana shunday yaqin deyishdi. Tarixda bizni 100 yilimiz, 1000 yilimiz hech narsa emas. Faqila kayfa yakunu zalik? Shunda so'raldiki, bu narsa qanday ro'y beradi ya Rasululloh deganda, qala al-harju al-qatil wal maqtul fi an-nar dedilar. Ya'ni harj bu dedilar. Fitna aralashgan urush bo'ladi. O'ldirgan ham, o'ldirilgan ham do'zaxda dedilar. Ya'ni bu hozir bomba tashlashga to'g'ri kelmaydi. Bu fitnalar oqibatida musulmonni bo'yniga qilich uradi. Agar siz o'ldirmasangiz, u sizni o'ldiradi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom aytayaptilarki, ikkalasi ham do'zaxda dedi. Boshqa hadisda keladi: "Ya Rasululloh, o'ldirgan odam ma'lum, mayli u odam o'ldirgan shu do'zaxga kiribdi. O'ldirilgan odam nimaga kiradi desa, agar bunga imkon bo'lganda edi, bu uni o'ldirgan bo'lardi. Chunki qalbida shunday shu niyatda urishyapti." Ahbon ibn Sayfi G'iforiga payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Innahu satakunu furqatun wa ikhtilafun, fa idza kana kadhalik faksir sayfaka wattaqis sayfan min khasha." Tezda musulmonlar orasida bo'linish bo'ladi va ixtiloflar bo'ladi, kelishmovchiliklar bo'ladi. Ana shu paytda dedilar, qilichingni sindirib, yog'ochdan qilich tutib olgin dedilar. Qilichingni sindirib tashla. Biriga bo'lmasa biriga sen shu fitnalarga ishonib chiqib ketishing mumkin. Qilichni sindirib, yog'och qilich qilib ol. Waqud fi baytik hatta ta'tiyaka yadun khati'a. Uyingda o'tirib turgin, hatto seni ustingga bir xatokor qo'l kelib seni o'ldirib qo'ysin. Aw maniyatun qadiya yoki o'lim kelsin-da seni o'ldirsin. Hech yoqqa chiqmagin dedilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu bu kishini huzurlariga kelib, "Men tomonda turib kurashmaysizmi?" deganda, u kishi aytdilar, "Kurashaman." Joriyani chaqirib qilichimni olib kel dedilar. Qilichni olib kelganida shunday qinidan sug'urishsa, yog'ochdan qilingan qilich ekan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu hayron bo'ldilar, "Bu nima?" desalar, keyin yuqoridagi hadisni aytdilar. Payg'ambar alayhissalom, "Sizlarning ishlaringizda fitna bo'ladi. Ana shunda qilichingni sindirib, yog'ochdan qilich tutib olgin. Hattoki o'lim kelgunicha biror bir fitnaga aralashmagin" dedilar degan hadisni aytadi. Imom Ahmad, Imom Termiziy bu hadisni kitoblarida zikr qilgan. Demak, musulmon kishi fitnalardan nihoyatda ehtiyot bo'lishi kerak. Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Umar radhiyallohu anhu xutbalarida shunday dedilar: "Alaykum bil jamaa va iyyakum val firqa." O'zlaringizga jamoatni lozim tutinglar, firqalanishlikdan ehtiyot bo'linglar. Va inna shaytona ma'al wahid va huwa min al-ithnayn abad. Albatta shayton bir kishi bilan birga bo'ladi, ikki kishidan uzoqroq bo'ladi dedilar. Shuning uchun kimdadir savol paydo bo'ladigan bo'lsa, yoki qalbida bir narsa kelib qolgan bo'lsa, u odamdan so'rab oling. U narsa qalbda qolib ketsa, yechilmasa, borib bu narsalar nimaga aylanishi mumkin? Bir ixtiloflarga, fitnalarga aylanishligi mumkin. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Abu Dovud keltiradilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Fa inna ma shifa'ul ayyi su'alu" dedilar. Albatta bilimsizlikning davosi bu so'rashdir dedilar. O'zingiz ishongan ahli ilmlardan so'rang bir savolingiz bo'lsa, agar javob berishmasa, unda ular o'zlarining ustozlaridan so'rab sizga javob berishadi. Alloh taolo barchalarimizni fitnalardan, yomonliklardan o'zini panohida asragan bo'lsin. Abu Nuaym o'zlarini Hilyatul Awliyo kitoblarida Aundan rivoyat qiladilar. Umar radhiyallohu anhu
Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuga maktub bitadilar. Ba'zilar buni Hazrat Ali radhiyallohu anhuga nisbat beradilar bu so'zni. Shu maktubda quyidagi so'zlar yozilgan ekan. Shu so'zlarni aytib suhbatimizni nihoyasiga yetkazamiz. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu dunyahu. Qaysi bir banda oxirati uchun amal qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni bu dunyosiga kifoya qiladi. Ya'ni dunyo ishlari o'zidan o'zi yechilib ketadi. Va man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu. Kimiki sirrini, ya'ni ichkarisini isloh qilsa, Alloh taolo uni tashqi tomonini isloh qilib qo'yadi. Ya'ni Alloh taolo uni odamlarga manzur qilib qo'yadi. Odamlar uni o'ng ko'zlari bilan ko'ra boshlaydi. Chap ko'zi bilan ko'rmaydi. Va man aslaha ma baynahu va baynalloh aslaha Allohu ma baynahu va baynan nas. Kim o'zi bilan Allohning o'rtasini isloh qiladigan bo'lsa, Allohning buyruqlarini bajarib, qaytarganlaridan qaytib, ibodatlarni go'zal tarzda qilib, duolari bilan Alloh bilan bog'lanadigan bo'lsa, Alloh u bilan insonlarning orasini yaxshi qilib qo'yadi. Alloh taolo barchalarimizni mana shunday bandalardan bo'lishlikka tavfiq bersin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.